Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli tong. Hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Bugun 29-noyabr 11-oy 2025-yil. Soat hozir 11:18. Men sizga inson bo'lib, xo'rlangan, ona vatanida xo'rlangan fuqaro bo'lib, qonunga bo'ysunchi itoatkor, to'g'ri yo'lda yurgan holda o'z nomini oqlash uchun kurash kelayotgan vatandoshingiz bo'lib murojaat qilmoqdaman. Murojaat bilasiz, hozirgi siz yangilagan konstitutsiyamizning 40 hamda 34-moddalari asosidadir va boshqa tegishli moddalar bundan mustasno emas. Yordam so'raganlarim sizdan. E'tibor beringda, tegishli amaldorlar, tegishli organ xodimlari, tegishli shifokorlar va ularga sidqidildan sadoqat bilan xizmat qiluvchi yolg'onchi, tuhmatchi ba'zi bir fuqarolar nimalarni uyg'otib yuboradi-da, murojaat qilganimda, shikoyat qilganimda haqiqatni yashirib, jinoyatlarni yashirib, menga yomonlik, zo'g'im, tuhmat, nohaq jazolarni qo'llab va keyin men bularni ko'rsatsam, oradan vaqtlar o'tgan bo'ladi hamda bar haqiqatlar mana shunday ko'riladi. Diktofon, ariza, javob xati va javob xati qolgan arizalarim fotosuratlar asosida. Mana qonunlarga nisbatan qanchalik adolatsiz, nohaq ishlar qilishlari, qanchalik yomon yo'l tutishlari va menga nisbatan yomon muomala qilishlari hammasi turibdi-ku. Endi bo'lsa hammaligini qilgan g'ayriqonuniy, noqonuniy, kerak bo'lsa qo'pol aytganda jinoiy tarzdagi ishlarni ko'rsatsam hammalik yomon ko'radi. Nima keragi bor edi agar ishlarni to'g'ri olib borganida, menga nisbatan yomon tuhmat, zug'umlar qilmaganida men mana shu ishlarni ko'tarib yurgan bo'larmidim? Menga zararli kelibdimi? Tuhmat deyman, yolg'on deyman-da. Men birontasiga qo'pollik qilib yo bir haromlik, yomonlik qilgan joyim yo'q. Kim kimga haromlik qilayotganini, kim kimga dushmanlik qilayotganligi ko'rilib turibdi-ku. Mana mahallamiz posboni bo'lgan, hozirda sobiq, o'sha paytdagi posbon, keyinchalik uni qo'llab-quvvatlash bilan mahallamiz raisi bo'lgan Ahmedov Sayfiddin Ramazonovich ushbu janob meni vatanimga sig'ishtirmasdan devorga qiyos qilgan, hayvonga ham qiyos qilmagan. Ya'ni mana bunday so'zni 5-fevral 2016-yili pasportizatsiya bo'yicha uyimda obis qilmoqchi bo'lgan paytlarida tushuntirish xatini hozirgi nachalnik militsiyamiz, o'sha paytda ham nachalnik militsiya bo'lgan polkovnik Chinoz tuman ichki ishlar hozirdagi boshlig'i polkovnik janob Ganibekov Otabek Ganibekovichga sanasini yozmasdan imzolab, ismi sharifini yozganki, qarang, bizning jamiyatga bunday ongsizlar kerak emas degan. Ana shundan keyin men ruhan sog'lom topilganman. Endi e'tibor bering, ruhan sog'lom topilganimni isbotini topgandan keyin ular asossiz tuhmat bilan, yolg'on bilan gapirgan bo'lib chiqyaptimi? Va men ushbu mahallamizda hozirda sobiq raisi o'sha Ahmedov Sayfiddin Ramazonovichdan so'raganimda menga aytib turishdi, men yozdim dedi. Kim desam, uchastkovoyimiz aytdi. Ya'ni uyimda obis qilmoqchi bo'lgan, ordersiz, biron bir qaror, farmonsiz, buyruqsiz obis qilmoqchi bo'lgan hozirda sobiq o'sha paytdagi uchastkovoyimiz, mahallamiz profilaktik inspektori mayor janob Xayrullo. Mana u Xayrullo 2014-yil 28-avgustda hozirda rahmatli bo'lgan, o'sha paytda hayot bo'lgan Lutfulla aka, sessiyamiz raisining o'rinbosari, Lutfulla aka bilan birgalikda qalbaga hujjat tuzib, uni imzolab, muhrlab, tasdiqlab, uni ishlatgan. Ya'ni xarakteristika bilan ma'lumotnomani tegishli amaldorlarni nomidan yozib, o'zlari imzolab, uni ishlatgan. Uni qalbakiligini uchastkovoyimiz bilgan o'zi. Kim nomidan yozilyapti, kim yozyapti, uni ko'rib turgan o'zi. Lekin unga nisbatan va tegishli o'sha rahmatli Lutfulla akaga nisbatan hech kim chora ko'rmadi. Menga bu haqida javob xati ham bermadi. Garchi men hamma joyda aytgan bo'lsam-da, sudlarda ham. Mana e'tibor bering-da, kimlar nimalar qiladi va men kabi mazlum, xo'rlangan, zug'um ko'rgan, zaif, ojiz fuqarolar sharmandalarcha oyoq osti bo'ladi har tomonlama. Qani adolat, qani vijdon, qani haqiqat?
Nima endi shunda amaldor bo'ldim, haqiqat menman. Zamon meniki. Davlat meniki. O'zbekiston kelajagi meni qo'limda demoqchimi shunda bular? Qani bu insoniylik, mehr oqibat. Mendan ustilardan yozsam darrov boshlaydi. Nima kerak boshqa ishlarni qo'ysangiz bo'ladi-yu. U paytda bularda vijdon uyg'onib qoladi. Chunki men o'sha bularni noqonuniy vijdonga, qonunga, shariatga, mantiqqa zid harakatlarni ko'rsatib boshlayapman-da. Hali menga nisbatan yana nima bo'ladi, hali ko'ramiz. Bu 5 yil yo'lida xola o'ldirib yormaydimi? Alloh baribir hammasini ko'rib turibdi-ku, kimga haromlik, nokaslik qilayotganligini, tuhmat qilayotganligini, yolg'onlar bilan mansabni suiiste'mol qilayotganligini. Men birontasiga haromlik qilmadim hali. Faqat qonuniy, vijdoniy, shar'iy, mantiqiy daraja bilan. Avvalgi ba'zi birlarga tushuntiraman vijdoniy yo'l bilan. Tushunmadimi? Qonun rukach qildimi? Qonuniy yo'lga o'taman. Ularga unda alam qiladi. Hamma narsa birinchi o'rinda Chinoz tomonda boshlandi. Xalqimizda bir gap bor. Baliq boshdan sasiydi, lekin asl baliq boshdan emas, jabrasidan sasiydi, lekin maqol shunda yozilgan. Baliq boshdan sasiydi, lekin dumidan tozalanadi deydi. Tumandagilar jazoga mahkum bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa yo'q, lekin yuqoridagilar orqa varatda qolib ketaveradi. Asli qonunni yaratganlar va qonun, ya'ni birinchi hokimiyat, ikkinchi hokimiyat, uchinchi hokimiyat darajalari hammasi sizlar yaxshi bilasizlar. Qonunlarda kimlarga nisbatan foyda keltirishini men уже o'rgandim, bo'ldi, уже tushundim men уже. 100% bilmasam, shu hozircha sodda qilib aytib, bitta ikkita bilganim o'zi yetib ortadi. Teng huquqli jazolanish ham yo'q, teng huquqli yashash ham yo'q. Amaldorlar hukmdorlik ila hukmronligini shunday talab qiladiki, hatto aytib turibdi mana, Milliy xavfsizlik boshqarmasiga qarashli Mudofaa vazirining chegara qo'shini harbiy zobiti katta leytenant hujjatlarda ismi bor. Shu odam meni vatandoshim. Qamab qo'yma hozir deyapti. Aytgani bo'yicha qamadi. Buni ko'rgan Milliy xavfsizlik hozirda sobiq o'sha paytdagi amaldagi boshliq raisi janob general-polkovnik Inayatov Rustam Rasulovich hatto 4 tartibga javob xati bermadi. O'sha 2016-yilgi arizalarimni aytsam. Undan boshqa holatlar ham Inayatov Amir Shodiyevich ham arizalarimga javob xati bermadi. Buni boshqa joylarda aytmasa ham bo'ladi hozir. Ular javob xati bermayotgan sudlar bor, ichki ishlar bor, prokuratura nazorat qilmay hammasiga ko'z yumayapti haqiqatlarga. Prokuratura aslida inson huquqlarini himoya qiluvchi va qonunlarni nazorat qiluvchi organ emasmi, yo men adashyapmanmi? Hozirgi konstitutsiyamizda 143-145-modda shunchaki yaratilmagandir. Oldingizda 118, 120 edi. Umuman hamma narsani ko'rib juda ham taajjubdaman. Qani biz ona vatanimizda haqiqat, adolat, mehr oqibat, vijdon, farosat, insoniylik qani? O'zbekistonda inson azizdir deb aytiladi. Inson manfaatlari ko'rsatiladi, huquqlari ko'rsatiladi. Aytilishi boshqa yo amalda boshqa narsa bo'lib ketyapti hozir. Iltimos aytingchi, hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Adolatsizlik yaxshimi, adolat yaxshimi? Haqiqatsizlik yaxshimi, haqiqat yaxshimi? Mehr oqibat yaxshimi, mehr oqibatsizlik yaxshimi? Ko'p bunaqa narsalar so'rasam. Lekin afsus, sizda menga arizalarimga ham javob xati bo'lmagan, siz nomiga yozilgan arizalarimga, hatto og'zaki YouTube'dagi murojaatlarimga ham hali menga javob bo'lmayapti. Mana bizda men ombudsman huzuriga borganimda, meni tegishli xodimni qabul qilish jarayonida men inson huquqlariga qarshi vaziyatlarning guvohi bo'ldim. Telefonimni topshirib kirdim. Shaxsiy mulk egasi bo'la turib, diktofonga yozishim kerakligini ular tushunib turib. Mana kirgandan keyin menga tushuntirishda ombudsman tegishli xodimi, biz sud tizimiga aralasha olmaymiz. Unda ombudsman, unda boshqarmas nima keragi bor unda? Sud tizimiga aralasha olmasdan nohaqlikda haqiqatni ko'rib turib, nohaqlikni ko'rib turib, bu ishga kirishmasa. Unda ombudsman unda quruq oylik yotibdimi? Mana murojaatlarni to'g'ri hal qilmayotgan O'zbekiston Respublikasidagi tegishli barchalari oylik olyapti, stajga erishyapti, pensiyaga chiqadi, unvonga erishyapti, maqtovlarga erishyapti, gazeta, televideniya, radio va boshqa joylarda muhrlanyapti O'zbekiston tarixida yaxshi inson deb. Menga o'xshagan mazlum, zaif, ojiz fuqarolar xo'rlanyapti.
Ko'rdim 20-yanvar 21-yanvar 2025-yili Jinoyat sudi Chinoz tumaniga sudiga borganimda bir fuqaroni ozodlikda ham nima qilibdi? Rasul Kusherbayev vatandoshimiz vijdonli, молодец, ota-onasiga rahmat. Shu vatandoshimizni ham suhbati bo'libdi. U fuqaro aytayapti, "Men jinnixonada turib telefon qilibmanmish" deydi. Men bitta shu kishini detalga yetib borib berdim, qolganini eshitmadim, chunki baribir hamma o'z muammosini o'zi hal qilmasa, birov hal qilib bera olmaydi. Hatto advokatlarni ham ko'rganman, o'zimga qarshi gapirgan. Haqiqat tafsillarimni eshitib ko'ring desam, eshitmasdan, sudga taqdim qilay desam, qildirmasdan. Xullas kalom, bu unaqa narsalar juda ko'p bo'lyapti. Qani bizda adolat, qani vijdon, qani mehr oqibat? Shuning uchun men kurashamanda. Nimaga men indamasligim kerak endi? Agarki o'ldirsalaringiz ham bilib qo'ying, bir narsani esdan chiqarmang. Meni o'ldirasizlar. Menga o'xshagan fuqarolarni emas. Bitta men o'lganim bilan boshqalar yo'q bo'lib ketmaydi. Amaldor ketsa o'rniga boshqasi keladi. Ular hali qanday ishlaydi, uni ham vaqt ko'rsatib beradi. Lekin hammasini hech qachon shunchaki ko'zim ketib bo'lmaydi. Meni turib avlodimga, qarindoshlarimga bu tamg'ani, o'zimga tamg'ani, hamda ishlashimga, uylanishimga, kelajagimga bu tamg'ani keragi yo'q menga. Kasal bo'lsam kasalman deyman. Mana shuncha qiyinchilik oqibat insonlar tilida aytganda sahr bo'ldim mana. Dardni ham Alloh beradi, shifoni ham Alloh beradi asli. Lekin mana shunday qiyinchilikda orqasidan menga o'xshagan odam kasal bo'lmay kim kasal bo'lsin? Lekin ruhi kasal emasman asli. Ruhan sog'lom topilgan odamman asli. Iltimos, Allohdan qo'rsalaringiz, meni to'g'ri qabul qiling. Men ham Allohning quliman.